Mana biz kechagina viloyat hokimiga qabuliga murojaat bilan chiqqandik. Mana shu ijtimoiy dom fuqarolari, mana shu kanalizatsiya muammosi bizni necha yildan beri qiynab kelayotgandi. Mana kecha biz chiqdik, mana o'sha bugun hamma ishchi xodimlar, hammasi ishchi guruh mana shu yerda. Mana turbalarni olib kelib, kanalizatsiyalarni mana ko'zlar olib kelib tortib, sentralniy kanalizatsiyaga ulab berishmoqda. Bundan bin rahmat, xursandmiz hammamiz. Kechalik yurtboshi avvalambor yurtboshimizga rahmat. Kuni kecha Toshkent viloyati hokimi Bo'ka tumaniga tashrif chog'ida orqamizda turgan Yangi hayot mufi ijtimoiy domdagi yashovchi aholilardan kanalizatsiya bo'yicha murojaat kelib tushgan. Bu bo'yicha kerakli topshiriqlar berildi va ertalabdan 50 dan ortiq suvchi hamkasblarimiz bilan murojaat bo'yicha ishni boshlab yubordik. Xudo xolasa 2 kunda masalani yechib, aholi roziligini olib chiqib ketamiz.